Ota keta qolaylik, onam tez kelsin deganlar. Shoshmay tur qani. Va, ushla. Bilasizmi ota? Ha. Ey mehribon dor yurak qo'rqmas inson, meni qo'yib yubor. Ota kimni aytibdi bu? Onangni erini aytibdi. Mana aytibdi. Siz doira qo'rqmasmasiz, siz onamdan qo'rqasiz-ku. Tur yo'qol-a. Meni qo'yib yuborsang, 3 ta tilagingni bajo keltiraman. Xohlasang, bitta tilagingga 100 million beraman. Ha, unaqa pullarni qaynatamdan ham olayman, ha? Menga qaytarib berishing shart emas, mayli, 10 ming dollar beraman. Ha, unaqa bo'lsa ber. Endi bizga nima kerak? Bizga shaharda qoq markazidan uy ber. O'zimga o'xshatgan ustalar qurgan bo'lsa kerak emas. Yo'q, yaxshi ustalar qurgan. Smet bilan armaturani ayamasdan ishlatishgan. Ha, bo'lmasa mayli. Keta qolaylik ota, hozir onam o'zimiz baliq qilib qavurgaylik. 3-tilak. Ota, onam 3-tilagimizni chiqaraylik, keta qolaylik. Essan onangni. Xotinam jonga tegdi. Baliqjon, shu xotinimni mendan qo'rqadigan qilib bergin, meni gapimga kiradigan qilib bergin, shuni iloji bormi? Bo'ldi, uyingga boraver. Endi xotining yaz desang qo'lingga qonadigan bo'ldi. Zo'r-ku. Yomon yaxladim, ey. Qayerlarda yuribsiz? Baliq 3-tilagimni amalga oshirmabdim deyman. Nima deyapsiz? Xotin, oltin baliq tutib oldim, 3 ta tilak aytdim. Nima qilay? Tilagingizni boshimga uramanmi? Bir pachka dollar berdi, shahardan 2 xonalik uy berdi, kallamni ishlab. Ha, bittagina tilagingizga xotinim o'zsin, chiroyli bo'lsin, yosharsin deb so'ramadingizmi? Yo'q, baribir mana pulni olib, restoran yurib, yeb, ichib, semirib ketayding baribir. Ikkita tilakni ham barbod qilganing qolaydi. Ha, 3-chi tilagingizga nima deb so'radingiz bo'lmasam? Sen bilishing shart emas. Aytingchi. 3-tilagimga xotinim meni gapimga kirsin, hurmat qilsin dedim. Ha, yo'q-e? To'lat svet yo'q. Svet yo'q ota. Qish keldi degandan svet o'chadi. Voy. Boyagi baliq tutib kelgin. Baliqni o'zim bilan olganmi ota? Olib kelganmisan? Qabr bu yalg'onchi baliqdi. 3-tilagimni amalga oshirmabdi-ku bu iflos.